Şərqi Türkistanның paytaxtı Ürümçidəki Xitay сақчىلىرىنىڭ sanlıq məlumat ambaridan milyonlagan hüccətlər aşkarlandı. Bu hüccətlər telefon yumşaq detalı arqalıq hüccət, telefon uçurları və telefon xatirəsi qatarlıq uçurlarga erişiş arqalıq kişilərni iz qoğlab, axbarat toplaydigan Xitay hökumətinin rayondakı musulman millətlərə təhdid silish siyasətini qandaq yolğa qoyulayotganlığını aşkarıldı. Bir hökumətsiz təşkilat tərəfindən tunji qatim elan qilingan Xitay saqçı sanlıq məlumat ambaridan aşkarlanğan hüccətlər kişilərning uyiga kamera o'rnatganligi, jazo lagerlarining qurilganligi, ailəsidən ayrılgan balalarning tokluq qirşatqılar bilan qo'shilgan yeslilarga o'rlashtirilganligi, Uyg'ur mazorlarining sessimliq vayron qilinganligi va majburiy bola tushirish, homildorlikdan saqlanish va tug'u cheklash usullarining Uyg'ur nüfusini azaytganligi qatorliqlarni isbotlab berdi. 52 gigabayt və 250 milyon qorğa yaqın bu sanlıq məlumat hər xil qo'llanışchan programlardan kelgan uçurlardan tərkib topgan. Türkiye İyi Partiyasının rəisi Meral Akşener xanım ötken haftada grupu yığınında ata-anasının və milyonlagan Uyg'urning faciələrini anlatish uchun Nursimon Abdurashidni Türkiye parlamentida sözgə təklif qilgan edi. Türkiye'deki Xitayparast Vatan Partiyasının rəisi Doğu Perinçek bolsa, Nursimon Gülni terrorchi deb töhmə çapıldı. Bu küçlük cemaat fikri qo'zg'agandan keyin advokat İlyas Doğan Efendi özlerining Perinçekka qarshi qonuniy harakat boshlaydiganligini e'lon qildi. Doğu Perinçek bir televizyon programmasida Nursimon Abdurashidning Sharqi Turkiston Islom Partiyasining a'zosi ekanligini, Fathullah terrorlik tashkilotining faoliyatlariga qatnashganligini va uning Uyg'urlarni emas, balki Al-Qoida terrorlik tashkilotiga vakillik qiladiganligini aytgan. O hanımefendi Uygur değil. O hanımefendi Uygurları temsil etmiyor. O hanımefendi PKK'nın ikizi olan El-Kaide içinde kurulmuş olan, DAEŞ içinde olan bir örgütü temsil ediyor. Xitayning tunji davlat ichidagi yadro reaktori bo'lgan Hualong 1 faoliyat boshladi. Xitay davlatlik yadro bosh shirkati e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Fujian o'lkasidagi elektr stansiyasiga o'rlashtirilgan 3-avlod Hualong 1 yadro reaktorining ishga kirishtirilganligi xabar qilindi. Aloqador tarmoqlar Hualong 1ning har bir vaqt gavdasining sig'imining 1,161,000 kilovatga yetadiganligini, o'ttiral taraqqiy qilgan davlatlarda yillik 1 million kishining davlat ichidagi tok ehtiyojini qondiroladiganligini bayon qildi. Yevropa tibbiy dori idorasining tasdiqidan keyin Yevropa ittifoqi komiteti AstraZeneca vaksinasini Yevropa ittifoqi doirasida ishlatishga ruxsat berdi. Komitet raisi von der Leyen shirkatga 400 million vaksina yetkazish va'dasini yana bir qatim eskartdi. Yevropa ittifoqi komiteti bu shirkatga 300 million vaksina buyurgan hamda to'xtamga 100 million zakaz taloni qo'shgan. Ammo bu shirkat oldin qatda bayonot e'lon qilib, 3-oyning oxirigacha va'da qilingan sommaning faqat 40%ni yetkazoladiganligini aytgan. Bu shirkatning Angliya qatorliq Yevropa ittifoqi sirtidagi 3-davlatga davomli mol avatishidan gumonlangan Yevropa ittifoqi, ittifoq ichida ishlab chiqarilgan vaksinaning eksportini nazorat qilish mexanizmi o'rnatishni planladi. Xalqaro jamiyatning noroziligiga qaramasdan Bengal arakanlik musofirlarni Basanchar orlig'iga davomli yo'tkamoqda. Plan doirasida taxminan 1800 odamdan tarkib topgan 4-guruh orolga avatildi. Yuzmanlagan Rohingya musulmonlari Bermada hukumatning ziyonkashligidan qochib Bengalga panohlandi. Lekin nachar lager sharoitida yashaydigan arakan musulmonlarining kulfatlari bu yerdami oxirlashmadi. Bengal hukumati 12-oyda arakan musulmonlarni Basanchar orlig'iga o'rnashtirish planini yo'lga qo'ydi.